Oltinchi bob. Dunyoga muhabbat. Dunyoga muhabbat insonning dushmani. Dunyo va uning matohlariga muhabbat barcha ilohiy din va shariatlarda la'natlangan. Chunki u barcha gunohlarning o'chog'i va fitnalarning manbaidir. Shuning uchun banda foniy dunyo jozibalariga berilmasligi, jamiyatning yuqori martaba-yu e'tiborlari sari talpinishni ko'ngliga yo'latmasligi zarur. Zero obro'yu e'tiborga bo'lgan tashnalik bu dunyo boyliklarining muhabbatidan ko'ra ham og'irroqdir. Mana shu xatarli ikki sifatning insonda jam bo'lishi esa o'zining ashaddiy dushmani bo'lgan dunyoni sevishiga dalolat qiladi. Bu foniy dunyoning qanchalik manfur va noxush ekanligini tushunish uchun quyidagi misolning o'zi kifoya qiladi. Alloh otamiz Odam alayhissalom va onamiz Havvoni jannatdan yerga tushirganida jannatning rohatbaxsh hididan mahrum bo'lgan ikki banda bu dunyoning badbo'y hididan xushlarini yo'qotib qo'yadilar. Aytilishicha, ular 40 kun shu ahvolda yotgan ekanlar. Xabarlarda keladiki, Alloh dunyoni yaratib, unga xitob etdi. Ey dunyo, menga xizmat qilganlarning xizmatkori bo'l, senga xizmat qiluvchilarni o'zingning yugurdak qullaringga aylantir. Biz dunyoning matohu manfaatlari haqida gapirganimizda, undagi mol, taom, kalom, uyqu va shunga o'xshash narsalarni nazarda tutgan bo'lamiz. Ey tariqat yo'lchisi, sen o'zingni bulardan saqlaginki, o'tkinchi dunyo matohlarining jozibasi, lazzati ko'nglingni zinhor egallab qo'ymasin. Va shuni bilginki, dunyo muhabbati yurakning ichidan unib chiqadigan tuklarga o'xshaydi. Agar inson yuragida bir dona tuk o'sib chiqadigan bo'lsa ham, u o'sha ondayoq halok bo'ladi. Aynan shuning uchun Allohning irodasi bilan tuklar teri yuzasida o'sadi. Aksincha emas. Shuni bilginki, murid dunyo lazzatlarini har qancha ko'proq yoqtirsa, Allohning nazdida shunchalik darajasi yoqimsiz bo'ladi. Seni Allohdan chalg'ituvchi har qanday narsa dunyoga tegishli bo'lgani kabi, seni Alloh va uning yodiga undovchi va eltuvchi har qanday narsa oxirat hayotiga tegishlidir. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadisida aytilgan. Haqiqatda Alloh dunyo kabi boshqa biror bir yoqimsiz narsa yaratmagan. Shu bois yaratganidan beri unga biror marta ham nazar solib qo'ymadi. Bayhaqiy rivoyati. Shuningdek, Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam yana marhamat qildilar. Dunyo ham, undagi bor narsalar ham la'natlandi. Magaram Allohning zikri va unga eltuvchi narsalardan o'zga. Termiziy rivoyati. Dunyoga muhabbat va ibodat bir-biriga nomuvofiqdir. Imom Abul Hasan Shozali dedilar. Agar bandaning ko'nglida bu va u dunyodagi biror narsaga nisbatan moyillik bo'lsa, u Allohga qurbiyat hosil qila olmaydi, ya'ni yaqinlasha olmaydi. Allohga yaqinlik, qurbiyat faqat samimiy, haqiqiy ibodat bilan qo'lga kiritiladi. Bandaning ko'nglida bu dunyo yoxud u dunyodagi mavjud narsalardan biror nimagadir nisbatan mehri va moyilligi qolgan bo'lsa, u o'sha bilan ovora bo'lib qoladi. Uning darajasi bundan yuqoriga ko'tarilmaydi. Shuningdek, Abul Hasan Ali ibn Mazindan naql etadilar. Agar siz bir odamni juda maqtasangiz va hatto nomiga siddiq sifatini izofa etsangiz ham, bu bandaning ko'nglida dunyoga ozgina muhabbat qolgan bo'lsa, Alloh o'sha qulga e'tibor nazari bilan qaramaydi. Allohga qasamki, Allohni tanish, ma'rifatulloh yo'lida qaysidir tariqat ahlining ko'nglida dunyo boyligining qaysi bir xiliga erishganligi uchun qanoat va mamnunlik tuyg'usi hosil bo'lgan bo'lsa, shubhasiz halok bo'lgani o'shadir. Imom Shozali dedilar.
Dunyoga muhabbat qo'ygan holda Allohga ibodat qilish faqat ovoragarchilik, ko'ngil bezovtaligi va tan charchog'i xolos. U holda qilingan ibodat go'yoki ruhi yo'q tanga o'xshaydi. Zohidlik va tarki dunyochilikning chin mohiyati qaysidir biror xildagi dunyoviy manfaatlarni qo'lga kiritish yo kiritmaslikda emas, balki dunyoga muhabbat qo'yish yo qo'ymaslik xususidadir. Shuning uchun Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam bizni savdo-sotiq yoxud kasb va hunar bilan mashg'ul bo'lishdan man etmadilar. Dunyo vasvasasidan saqlanish. Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam iymon keltirganlarga ushbu baqosiz dunyoga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishni va bu masalani hech qachon aql va qalb ko'zining diqqat e'tiboridan chetda qoldirmaslikni qayta-qayta eslab kelganlar. Gap bu yerda odamlarning dunyoda o'zlarini yo'lovchiday tutishlari haqida bormoqda. Bu eslatma bandani dunyoga ko'r-ko'rona muhabbat qo'yishdan himoya qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Bu dunyoda g'arib, musofir va yo'lovchiday bo'ling va o'zingizni dunyoni tark etganlar qatorida hisoblang. Tong otganda nafsingizga shom haqida, kech kirganda esa ertangi tong haqida gapirmang. Ungacha yashayman deb chamalamang, kafolatingiz yo'q. Kasallik kelguncha sog'liqdan, qarilik kelguncha yoshlikdan, biror ish bilan band bo'lguncha bo'sh paytingizdan, o'lim kelguncha yashab turgan hayotingizdan foydalaning. Haqiqatda ertaga sizni kim deb atashlarini bilmaysiz. Ibn Umardan rivoyat qilingan Termiziy rivoyati. Imom Junayd Bag'dodiydan qaysi ilmlar ko'proq foydali deb so'rashganida u zot javob berdilar: Bu seni Allohni tanish, ma'rifatullohga va nafsga itoat etmaslik yo'liga eltuvchi bilimlardir. Foydali ilmlar o'z sohibini shikasta nafaslik, hilm, kamtarinlik, tavozu, nafs bilan betinim kurash, ko'ngilni poklash yo'lida riyozatlar chekish, o'zini nazorat qilish, Allohdan qo'rqish, dunyo matohlaridan va ularga intiluvchilardan ko'ngil uzish yo'liga olib boradi. Bunday ilmlar oz bilan qanoatlanishga, bu dunyoga mukkasi bilan ketganlardan uzoqlashishga, bu olami foniyni shu olamning boyliklari uchun yashayotganlarga qoldirishga, odamlarga samimiy ustoz va maslahatchi bo'lishga, ularga nisbatan chiroyli muomala va mehribonlik ko'rsatishga, tariqat ahli bilan ham suhbat bo'lish kabilarga yetaklaydi. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu mo'minlarni bu o'tkinchi dunyoning mevalari bo'lgan hoyu havaslar girdobida mastu mahliyo bo'lish, nafsning xohishlariga qul bo'lish ofatidan ko'p ogohlantirardilar. Siz uchun 2 sababga ko'ra xavfsirayman: uzundan uzoq orzu havaslar girdobida va nafsoniy talablarga erk berishlaringizdan. Shunday ekan, bu o'tkinchi dunyoning emas, abadiy hayotning farzandlari bo'ling. Solihlar foniy dunyo haqida. Ko'plab ilohiyot olimlari va solihlar bu dunyoning chin mohiyatini izohlab, uning vasvasalari qay darajada xatarli ekanligini uqtirishga urinib kelganlar. Quyida ularning hamma uchun foydali bo'lgan ayrim tavsiya va ogohlantirishlarni keltirib o'tamiz. Birinchi, Imom Junayd Bag'dodiy dedilar: Kim kunni hayotdan siqilib noligan holatda boshlasa, u go'yo o'z yaratganidan shikoyat qiluvchiga o'xshaydi. Kim dunyo ishi uchun g'am cheksa, go'yoki Allohga g'azab qilgan kabidir. Kimki bir boy oldida uning boyligi sabab o'zini yerga urib xo'rlasa, batahqiq dinining 3dan 2 qismidan ayrilibdi. Ikkinchi, mashoyihlardan biri aytgan ekan: Alloh biror kimsani o'ziga do'st qilishni iroda aylasa, uning ko'ziga dunyoni xunuk qilib ko'rsatadi. Uchinchi, shuningdek, murshidi komillardan yana bir aytgan ekan: Ey Tolib, o'tkinchi dunyo manfaatlarining birovga zoriqib qolmaydigan miqdori bilan kifoyalansang bo'ldi. Uni butunlay tark etaman deb ham urinib yurma.
To'rtinchi, ulug'lardan biri ta'kidlabdi. Ikki muhim xislat bor. Kimki ularni o'zlashtirsa, ortidan odamlarni ergashtiruvchi peshvo, imom bo'lishiga shak shubha yo'q. Birinchisi, o'tkinchi dunyodan ko'ngil uzib, unga nisbatan befarq, beparvo bo'lish. Ikkinchisi, birodarlardan yetguvchi ziyon va zahmatlarga sabr etib, ularni har narsada o'zidan ustun va haqli deb bilish. Beshinchi, Imom Shozali dedilar: Alloh qulini nafaqat bu dunyo va uning ahlining bahridan o'tmagunicha, balki ikki olam manfaatlaridan tamomila ko'ngil uzmagunicha sevmaydi. Oltinchi, Imom Shozali yana ta'kidlaydilar: Dunyoni sevguvchi har qanday odam Allohning nazarida xunukdir. Uni qalbidan va qo'lidan butunlay chiqarib tashlash murid uchun vojibdir. Bu dunyo o'tkinchi soya, u banda bilan Alloh orasidagi to'siqdir. Qalbida unga nisbatan hattoki bir chang zarrasi miqdoricha muhabbati bo'lgan odam yaratganining chin quli bo'la olmaydi. Bundan tashqari, to uning mag'zi-yu po'chog'idan ham kechmas ekan, yaratganiga maqbul bo'lishi mumkin emasdir.